Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hozir biz inkubatorga keldik. Endi kecha kunga olib kelgan tuxumlarimizni bugun inkubatorga joylab ketyapmiz. Bularni birgalikda tomosha qilamiz. Mana akalar ketdik-a bo'lmasa. Chus inkubator xizmati, mana akamiz nomerlari, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana qoldirib qo'yamiz. Bismillah. Biz hozir nemis bramalarini, tuxumlarini olib keldik. Nomerlarni yozib chiqamiz ekan. Akamiz bunaqangi qilib mana ro'yxatlar bilan qilib qo'yishar ekan. Hammanikini chiroyli qilib ochirib, xudo xolasa yaxshi holatda qarashar ekan. Hozir mana g'ozlar tuxumini ham olib keldik. Bularni sekin joylayapmiz. Juda ajoyib holatda. O'sha Samarqanddan qanday qilgan bo'lsak, shu solishni ham o'rganib oldik, mana shu bahona ko'rib. Ancha staj oshyapti bizda ham. Raqamlashishlar ketyapti hozir. Ana bir ochirish jarayonlarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan, bitta aylanaylik. Bismillah. Hozir sexga kiramiz. Ana bismillahirrohmanirrohim. Mana akalar raqamlab issiq holatda saqlashyapti ekan. Ona tovuq qanday ochsa xuddi shunaqangi holatda ochiladi. Ko'rishlar mumkin. Hammasi raqamlangan, og'darib, chiroyli qilib bularni qarashar ekan. Akamizni 7 yillik stajlari bor ekan. Bemalol bexijolat zakazlar bo'lsa, kelaverasizlar. Mana o'zimiz ham shu narsaga ishonib kelyapmiz. Nima deydi? O'zimizga yaxshi narsani ravo ko'radik, hamma ham o'ziga yaxshi narsani ravo ko'radi. Shuning uchun o'zimiz qilgan ishni sizlarga ham tavsiya qilyapmiz akalar. Tovuq yo'q bo'lsa, misol kurk tovuqni o'rniga kelaverasizlar. Endi bular narxiga keladigan bo'lsak, 3000 so'mdan qo'yib berishyapti ekan. Tovuqlar tuxumini kelishtirib, chiroyli qilib berishadi. Soniga qarab kelaverasizlar akalar. Sharoitlar mana inkubatorda nimalari ko'rishlar mumkin. Suvlargacha quyib qo'yishibdi ekan, namlikka bular, namlikda saqlab turadi. Akalar mana tashqarini ko'ringlar. Plitkalar hammasi bo'sh. Bitta 45 mingta tuxumgacha elitaverar ekan. Sizlar qancha bo'lsa zakazlarni olishaveradi. Nomerlarni pastda qoldirib qo'yaman. Bemalol bog'laninglar. Bexijolat chiqarib berishar ekan. Bu yerdan oling, hozir bu yerda 3 ta xona bor. 1, 2, 3, 4 ta ekan. Biz hozir bunisiga kirdik. Bu yerdan ko'ringlar, aytadiki, o'g'ilmi, qizmi deb mashitdan so'raylish kerakda. O'g'ilmi, qizmi? Nima bo'lyapti bug'i? Shunaqa gaplar akalar. Bizda mana ketyapti. G'ozlarni ham qo'yyapmiz. Zo'r bo'lib qoldi. Kurk tovuq qidirib yurmaymiz mana. Xudo xolasa kelaverasizlar. O'zimiz qilib turgan ishda sizlarga ham ulashgimiz keldi. Manfaat tegsa, biz ham siz ham xursand bo'lib qolamiz shu narsadan. Mana ko'ringlarda mana aytadi, hali och ichida nima bor ekan deydi, hali multfilmda o'shanaqada mana tuxumlar chiqishini qaranglar. Kichkina tovuqlar tuxumidan katta g'oz, tuyoq shtukigacha ham olishaverar ekan. Kelaverasizlar bemalol aloqaga chiqib. Mana nomerlari. Mana g'ozlarni nomerlashimizni ham ko'ringlar, tuxumlarni. Nomerlash muhim ekan bu yerda, ochish jarayonlarida hammasida nomerlashlari eng katta muhim ekan. Akamiz o'zlari bilishar ekan, kesalaring chiroyli holatda o'zlari nomerlab qo'yib berishadi. Kilitgani ham kattasidan olib chiqdik. Standart holatda. Mana akalar ro'yxatga olish jarayonlari, nomerlarni yozib, raqamlarigacha qo'yib, mana o'tgan safar kelgan nomerimiz 11 edi, bu safar 33-34 ga to'g'ri kelyapti. Raqamlar, aytganimdek, raqamlar juda katta rol o'ynayar ekan bu yerda. Kunlarigacha yozib qo'yishar ekan. Akamiz boqib ham berishaverar ekan, chiqqandan keyin bir hafta 10 kunligacha, hali chilla chiqish davomida o'zlari boqib ham berishaverar ekan, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Akalar mana qilib oldik. Bemalol shu bo'yicha ma'lumotlar yana kerak bo'lsa aytsalaring, kommentariyga yozib qo'ysalaring, to'liqroq ma'lumot beramiz. Shtobi kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa akalar, kelib foydalanaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yaman. O'zimiz foydalanyapmiz shu narsadan. Sizlar ham foydalaninglar. Yaxshi narsa, yomon narsani tavsiya qilmaymiz-da obunachilarga. Nima deydi? O'zimiz oldin qilib ko'rib, keyin sizlarga yaxshi foyda berganim uchun sizlarga ham tavsiya qilyapmiz. Yaxshi chiqyapti, o'zimiz ochiryapmiz. Xudo xolasa yana biror haftada birinchi qo'yib ketgan tuxumlarimiz ochib chiqadi, ularni olib boramiz.
ularni ham video qilaman nasib bo'lsa, xudo xolasa. Bizni kuzatib olinglar, like bosib, bemalol yana qandaydir savollaring bo'lsa, berib ketaveringlar. Bexijolat o'zimiz sizlarga chiroyli qilib yetkazib beramiz.